Demek, bugun hozir biz sizlar bilan genetikaning birinchi mavzusi haqida gaplashamiz. Monodroga chachishtirishni ko'rib chiqamiz. Monodroga chachishtirishda biz bilishimiz kerak bo'lgan ayrim belgilar bor. Shularni birinchi bo'lib ko'rib chiqaylik, tanishib chiqaylik. Birinchi belgi bu gen tushunchasi. Gen lotin alifbosini harflari bilan belgilanadi va u ikki xil bo'lishi mumkin. Dominant gen va retsessiv gen. Demek, dominant gen, retsessiv gen. Endi bu ikkalasi ham gen bo'ldi. Organizmdagi shunaqa gen yig'indisini biz genotip deymiz. Genotip genlar yig'indisi. Genotip aynan mana shu A geni bo'yicha 3 xil bo'lishi mumkin. Dominant gomozigota, heterozigota va retsessiv gomozigota. Demek, har bitta genotipni nomlarini yozib chiqamiz. Dominant gomozigota. Heterozigota. Va retsessiv gomozigota. Ushbu genotip bekorga dominant gomozigota deb yuritilmayapti. Sababi bu yerda ikkita bir xil dominant gen bor. Dominant deyilishining sababi dominant genlardan tashkil topgan. Gomozigota deyilishining sababi gomo so'zi o'xshash degan, ya'ni ikkita bir xil gendan, dominant gendan tashkil topgan. Shuning uchun shunaqa nomlanyapti. Endi ikkinchi genotipimiz esa heterozigota deb nomlanyapti. Nima uchun heterozigota? Chunki hetero degani har xil degani, bu yerda ham genlar har xil holatda turganini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, uchinchi genotipimiz retsessiv gomozigota deb atalyapti. Albatta, bu ham retsessiv genlardan bir xil retsessiv genlarni tashkil topgan. Shuning uchun retsessiv gomozigota deb atalyapti. Xo'p, endi keyingi biz bilishimiz kerak bo'lgan oddiy belgilarimizdan bittasi bu chachishtirish belgisi. Chachishtirish belgisi. Hop, yana biz qanday belgilar bilishimiz kerak? Biz yana ona belgisini ham bilishimiz kerak. Onani belgisini o'zining maxsus nomi bor. Venera ko'zgusi. Venera ko'zgusi deb ham ataladi. Ba'zida Zuhro ko'zgusi ham deb kelishi mumkin kitoblarimizda. Hop, ota belgisiga o'tadigan bo'lsak, ota belgisi Mars qalqoni deb nomlanadi. Mars qalqoni deb nomlanadi. Hop, demak, hozircha biz ko'rishimiz kerak bo'lgan belgilar xuddi shulardan iborat bo'lyapti. Endi vaqt o'tkazmasdan chachishtirishga o'tamiz. Hop. Endi ayrim qoidalar bor. Shu qoidalarni ham bir yo'la aytib o'tib ketaylik. Bu qoidalar mavzuni yaxshiroq tushunishimizga, masalalarda xatolarsiz ishlashimizga yordam beradigan qoidalar bo'ladi. Masalan, ota ona
organizm har doim juft gendan iborat bo'ladi. Sababini ham yozib qo'yamiz, chunki ularning xromosom to'plami diploid bo'ladi. Chunki ularning xromosom to'plami diploid bo'ladi. Endi jinsiy ko'payish jarayonida ota-ona organizmdan jinsiy hujayralar, ya'ni gametalar hosil bo'ladi. Gametalarning xromosom to'plami esa ota-onadan farqli ravishda haploid bo'ladi. Shu narsani ham yozib qo'yamiz. Demak, ota-onadan olingan gametalar toq genlardan tashkil topadi. Chunki gametalarning xromosom to'plami haploid bo'ladi. Endi hozir haploid nima, diploid nimaligiga ham e'tibor berib o'tish kerak. Balki biz bilmasmiz haploid, diploid degani nima degani. Haploid, diploid e'tibor beraylik. Diploid degani ikki gen to'plam degani. Homoloy xromosomlarning juft homoloy xromosomlarning har ikkalasi ham bor degani. Diploid degani juft to'plam degani. Haploid degani o'sha ikki n faqat bittasi bo'ladi degani. Ya'ni n degani, ya'ni homoloy xromosomlarning faqat bittasi bo'ladi degani. Endi biz hozir e'tibor beradigan narsa u narsa emas, lekin organizmda, ota-ona organizmda genlar har doim juft holatda bo'ladi deyilganda, mana bu holat nazarda tutilyapti. E'tibor beraylik, hozir A genlar har doim juft bo'lib kelyapti. Mana shu uchalasi ota-ona bo'lishi mumkin. Endi ulardan olinadigan gametalar bo'lsa, faqat bitta genga ega bo'ladi. Mana bu o'zi bitta gameta, bu ham o'zi alohida bitta gameta. Tepada juft kelyapti, pastda esa bitta kelyapti. E'tibor berishimiz kerak shu tomoniga. Demak, genotip, ota-ona genotipi va ota-onadan olingan gameta ikkalasining farqiga borib oldik, tushunib oldik. Endi davom etamiz. Demak, davom etamiz. Hozir endi no'xat misolida tanishtirish o'tkazib ko'ramiz. Demak, no'xat. Aytaylik, no'xatda dominant agen gulning qizilligini yuzaga chiqarsin. Retsessiv agen esa oqligini yuzaga chiqarsin. Demak, bu har ikkalasi ham gul rangi bo'lyapti.
Hozir shu qilgan ishimizni belgilash, kiritish deymiz masalalarda xuddi shu ishni qilish katta ahamiyatga ega. Xo'p, endi bizda masalani shartida aytyapti deylik. Bu tomonda aytib o'tib ketgan edik. Dominant gomozigota genotip va retsessiv gomozigota genotip qanaqa bo'lishini aytgandik. Masalan, shartida aytyapti deylik. Dominant gomozigota va retsessiv gomozigota no'xatlar o'zaro chatishtirilyapti. Ularni avlodini tahlil qiling deb savol berayotgan bo'lsa, misol uchun, hozir mana shu organizmlar chachishtiriladi. Hozir ota-onani ko'rib turibmiz. Aytaylik, bu urug'chilik gul bo'lsin, bunisi esa changchilik gul bo'lsin. Urug'chilik gulni gametasi, ya'ni urug'chisi, tuxum hujayrasi. Changchilik gulning chang donasi bilan qo'shiladigan bo'lsa, nima hosil bo'ladi? Jarayonda mana shu organizmlardan hosil bo'layotgan gametani mana bu yerga yozib qo'yaylik. Demak, shu organizm hozir gameta hosil qilsa, mana bu gametani hosil qiladi. Bu organizm gameta hosil qiladigan bo'lsa, bu gametani hosil qiladi. Demak, hozir bu organizm urug'chi organizm, urug'chi o'simliklar misolida oladigan bo'lsak, urug'chi organizm va uning ichidagi tuxum hujayra gametasi mana shu bo'lyapti. E'tibor bering, gameta. Shu gameta hozir bu tomondagi qoidaga muvofiq genlardan tog' holatda saqlayapti. Ya'ni genni tog' holatda, ya'ni yakka holatda saqlayapti. Bu organizm changchi organizm bo'lib, chang donasining ichidagi spermiyamiz hozir gameta bo'lganligi uchun ham genlardan faqat bittasini o'zi saqlay olyapti, xolos. Endi bu organizmdan hosil bo'lgan tuxum hujayra va bu organizmdan hosil bo'lgan spermiy o'zaro qo'shiladi va zigota hosil qiladi. Zigotamizda hozir dominant A gen ham bor, retsessiv A gen ham bor. Va hozir belgilarimiz to'liq dominant holda irsiylanyapti. To'liq dominant holda irsiylanishda quyidagicha belgi ham mavjud bo'ladi. Dominant A gen va retsessiv A gen. Dominant A gen bekorga katta harf bilan belgilangan yo'q, retsessiv kichkina harf bilan belgilangan yo'q. Chunki ular o'rtasidagi munosabatda dominant A gen ustun. Dominant A gen retsessiv A gen bilan birga keladigan bo'lsa, dominant A genning belgisigina yuzaga chiqadi, xolos. Retsessiv A genning belgisi esa yuzaga chiqmaydi. Hozir ham bu yerda demak, dominant A genning belgisi qizil bo'lyapti. Va bu dominantligi uchun mana shu organizmning gulini rangi qizil bo'ladi. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Retsessiv A gen, ya'ni oqlik geni qayerga ketadi? Avlodni gulini rangi faqat qizil bo'laveradi, lekin uning ichida oq rang geni ham bor-ku degan savol tug'ilayotgan bo'lishi mumkin. Bu holatda hozir mana bu qonun ishga tushmoqda. Ya'ni dominant gen retsessiv gendan ustun. Shuning uchun ular birgalikda kelganda dominant genninggina belgisi yuzaga chiqadi. Bu qonun Mendelning birinchi qonuni deb nomlanadi. Endi xuddi shu jarayonni hayotiy misol ko'rinishida bir chizib ko'raylik. Aytaylik, bu changchilik gul bo'lsin. Changchilik gul. Bu bo'lsa urug'chilik gul bo'lsin. Urug'chilik gul. Bu organizmni hozir biz bu misolimizda retsessiv gomozigota, bunisini esa dominant gomozigota deb olyapmiz. Endi bu organizm o'zidan chang hosil qilganda, mana shu chang donasini mana bu yerga gameta ko'rinishida chizdim mana. Endi bu organizmda esa mana bu yerdagi tuxum hujayrasini ham bu yerga mundoq qilib olib keladigan bo'lsak, dominant gen bo'lyapti. Endi mana shu gametalarimiz qo'shilib turib, heterozigota genotip hosil qilyapti. Demak, endi mana shu heterozigota genotipli zigota yangi avlod hosil qiladi. Bu demak, kelajakda qizilgulli o'simlikka aylanadi. Xo'p, endi mana shu olgan avlodimiz birinchi avlod hisoblanadi, ya'ni F1 hisoblanadi. Demak, bu F1 ekan. Endi F1 ni oldik va uni o'zini qayta
chatishtirib ko'raylik. Endi shu yerda savol tug'ilayotgan bo'lishi mumkin. F1 bitta turibdi-yu. Ikkinchi F1 qayerdan kelyapti? F1dan aslida ko'pgina olingan. O'sha bir nechtasini hammasida genotip bir xil, ikkitasini olib chatishtiryapmiz. Demak, hozir endi yana tepada qilgan ishimizni amalga oshiramiz. Ya'ni bu organizmlarda gametasini olgandik, yana gameta olamiz. Bu organizmdan hozir gameta oladigan bo'lsak, dominant agen va retsessiv agen gametalari hosil bo'ladi. Bu organizmdan ham xuddi shunaqa dominant agen va retsessiv agen gametalari hosil bo'ladi. Xo'p, endi e'tibor beradigan jihatimiz ushbu gametalar bu tomoni onani gametalari, bu tomoni esa otani gametalari, ya'ni bu tomon urug'chilik, bu tomon changchilik uning gametalari hisoblanyapti. Endi tepadagi singari ikkita gameta qo'shilganga o'xshab, bu tomonda ham otaning va onaning gametalari barcha ehtimolliklarda bir-biri bilan uchrashib chiqishi kerak. Ya'ni bir-biri bilan qo'shilib sigota hosil qilib chiqishi kerak. Birinchi ehtimollikni ko'radigan bo'lsak, dominant agen va retsessiv agen birga kelishi. Mana bu yerga birga qilib yozdik. Bu birinchi ehtimollik. Endi mana shu dominant agen onaning birinchi gametasi otaning ikkinchi gametasi bilan qo'shiladi. Dominant agen va retsessiv agen birga keldi mana. Xo'p. Demak, biz onaning birinchi gametasini otaning hamma gametalari bilan birga yozib chiqdik. Endi onaning ikkinchi gametasini otaning har ikkala gametalari bilan birga yozib chiqamiz. Demak, bu yerda onaning retsessiv genli gametasi otaning dominant genli gametasi bilan birga yozilishi kerak. Dominant genni bir yozib olaman har doim. Undan keyin retsessiv genni yozyapman. Dominant retsessiv. Xo'p, undan keyin esa onaning retsessiv genli gametasi otaning retsessiv genli gametasi bilan birga yozilmoqda. Ko'rib turganingizdek jami 4 ta avlod olindi. Mana shu F2 deb ataladi. Olingan 4 ta avlod. Nimaga bu F2 deb atalyapti? Chunki dastlabki ota-onadan olingan ikkinchi avlod bu. Shuning uchun ham bu F2 deb atalyapti. Yana ham boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak, dastlabki ota-ona chatishtirilgan, ulardan F1 olingan, F1 chatishtirilib turib F2 olingan. Endi F2 ni fenotipik tahlil qilamiz. F2 ni fenotipik tahlil qiladigan bo'lsak, nimani ko'rishimiz mumkin? Fenotipik nisbatini topib olamiz. Avlod fenotiplarini aniqlab olishimiz kerak. Fenotip degan tushuncha bor. Shu narsaga to'xtalib o'tib ketaylik. Fenotip bu organizmning tashqi belgi xususiyatlari hisoblanadi. Aytaylik, mana shu genotipni ko'rib turibmiz. Dominant geni bor. Dominant geni bor va bu dominant gen hozir qizil rangni yuzaga chiqaradi. Demak, bu avlodning gulini rangi aniq qizil ekan. Bu yerda ham dominant gen bor va buni rangi ham qizil. Bu yerda ham dominant gen bor, buni ham rangi qizil. Demak, qizillarimiz jami nechta ekan? 3 ta ekan. Olingan avlodda 3 ta qizil chiqibdi. Xo'p, endi olingan avlodda retsessiv gomozigot genotipli organizm ham bor. Bu yerda umuman qizillik geni yo'q va faqat oqlik geni bor. Shuning uchun buni rangi albatta oq bo'ladi. Demak, hozir bitta oq gulga ega bo'lgan organizm ham olinyapti. Fenotipik nisbatni aniqlab oldik. Mana hozir 3 ta qizil, bitta oq ekan. Xuddi shu fenotipik nisbatni aniqlash hisoblanadi. Masalalarda shu organizmlar chatishtirildi. Ularning fenotipik nisbatini aniqlaydigan bo'lsak, xuddi shu narsani aniqlashimiz kerak bo'ladi. Demak, fenotip nima ekanligini esimizda saqlab qolishimiz kerak. Yozib o'tib ketamiz. Fenotip belgi xossalar
yig'indisi. Shu narsani esimizda saqlab qolaylik. Fenotip lekin har doim ham tashqi belgi xossalar yig'indisi bo'lmaydi. Fenotip kimyoviy belgi xossalar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun tashqi tiyolmaymiz degan fikr kelib qolishi mumkin. Albatta, shunaqa holatlar ham bor. Endi demak, asosan shu biz ko'ra oladigan belgi bo'ladi fenotip va u genotip asosida yuzaga chiqadi. Ya'ni fenotipni har doim genotip asosida aniqlaymiz. Endi genotipik nisbatini aniqlaylik. Genotipik nisbatni aniqlaylik. Genotipik nisbatga ajratayotganimizda genlariga e'tibor qaratamiz. E'tibor bering, hozir F2 da jami 4 ta avlod olingan, 4 ta avlod genotipi 3 xil turibdi. Bu birinchi xil, ya'ni dominant gomozigota. Shu dominant gomozigotadan nechta bor? 4 taning ichida albatta bitta bor. Demak, dominant gomozigotani yozib qo'yib turib, bitta qilib yozib qo'yapmiz mana. Demak, bir dona bor ekan. Endi heterozigota genotipdan nechta bor? 2 ta bor. Demak, 2 ta borligi uchun yozib qo'ydik. Va retsizigomozigotadan nechta bor? Bitta bor. Mana yozib qo'ydik. Demak, genotipik nisbatimiz 1-2-1 holatda bo'lyapti ekan. Genotipik nisbat 1-2-1 holatda bo'lyapti ekan. Demak, biz hozir umumiy holatda masalalarda ishlashimiz uchun kerak bo'ladigan ko'p jihatlarni ko'rib chiqdik. Endi mana shu holatda Mendelning ikkinchi qonunini ham aytib o'tib ketaylik. F1 avlodlar, ya'ni heterozigota genotipli organizmlar chatishtirilganda belgilar bir-biridan ajralib ketadi. Ya'ni fenotipik jihatdan 3:1 nisbat olinadi, genotipik jihatdan 1-2-1 nisbat olinadi. Hozir e'tibor beradigan jihatimiz nima bo'lyapti bu yerda? E'tibor beradigan jihatimiz nima bo'lyapti? Dastlab e'tibor beraylik, qizil va oq gulli o'simliklar chatishtirildi va faqat qizil gulli avlod olindi. E'tibor bering, qizil bilan oq qo'shilib ketdi va oqlik yo'qolib ketdi. F1 avlodni chatishtiradigan bo'lsak, F2 avlod olinyapti. Mana F1 avlod chatishtirildi va F2 avlod olindi. F2 avlodning ichida oqlik yana chiqyapti. Lekin bu yerda qizil bilan qizil chatishtiryapti. Demak, bu yerda dastlabki qizil va oq gulli o'simliklar chatishtirilganda qizil avlod chiqqanda oqlik ya'ni retsiziv agen yo'qolib ketgan yo'q ekan. U moddiy asosga ega ekan va u keyingi avlodda mana ajralib chiqyapti. Va Mendel xuddi shu holatni belgilarning ajralishi qonuni deb nomlab qo'yapti. Demak, Mendelning birinchi qonuni dominantlik qonuni bo'ldi yoki bir xillik qonuni bo'ldi. Dominant gomozigota va retsiziv gomozigota organizmlar chatishtirilganda olingan avlodda dominant belgi yuzaga chiqadi va avlod faqat bir xil bo'ladi. Ikki xil ota-ona chatishtirilgan bo'lsa ham avlod bir xil bo'lyapti. Shuning uchun bir xillik qonuni deb ham atalyapti bu qonun. Endi shu F1 olingan F1 chatishtirilganda faqat qizil organizmlar chatishtiryapti. Lekin qizil ham va shu bilan birga oq ham chiqyapti. Ya'ni avlod bir-biridan ajralib ketyapti. Qizillar va oqlar bir-biridan ajralish sodir bo'lyapti va bu holatda Mendelning ikkinchi qonuni belgilarning ajralish qonuni deb nomlayapmiz. Demak, Mendel qonunlarini ham yozib o'tib ketamiz. Mendel qonunlari. Birinchi qonun dominantlik qonuni. Ikkinchi qonun belgilarning ajralishi qonuni. Belgilarning ajralishi qonuni. Belgilarning ajralishi qonuni bo'lyapti ekan, esimizda saqlab qolaylik. Endi bizdan
shu organizmlar chalishtiriladigan bo'lsa, har xil narsalarni so'rashi mumkin masalalarda. Xuddi shularni demak keyingi darslarimizda bir boshlik ko'rib chiqamiz. Hozircha darsimiz tugadi.